Alma O7 Pro Max'da yenidan setib qo'lingiz olgandan keyin aldirab telefonning ko'rikisini eshitishga aldirmang. Chunki bu telefonning haqiqiy yangi yoki ikkinchi qo'l yo fashionga kelgan qanday ayiramiz. Mush filmni yurak berib saqlab olgandan keyin tafsili ko'rang, men sizga qanday ayirishni so'zlab beraman. Eng avval biz telefonning ko'rikisini tafsili ko'ramiz. Buningki hamda yo'lda kagichi qo'ydi, soqolgan, mijilgan ahvol bormi yo'qmi? Bu orqali ham telefonning zaxmlangan ayiramiz. Agar ko'ribki mijilgan bo'lib qolsa, cho'qim yondirtimiz juma. Almeninki, shunda o'zininki araymas va menga qaraydigan bo'lsa, bu haqiqiy. Ondan keyin ma qopning meyanimda siyirsa, qo'lga bir xil urildi. Agar javob qilsa, ma qo'l urilmaydi. Agar bir qator uchurlik qaraydigan bo'lsak, telefonniki tepsili uchurini bilgili bo'ldi. Miyada imdin boshlagan bo'lsa, bu link sho'zi, ya'ni parchalangan bo'ldi yangi. Endi miyada seyash bo'lgan bo'lsa, bu davlat nusxasi. Agar boshqa arab bo'lsa, boshqa davlatlarniki buni tepsili sizlarga rasmiy holatda chiqarib qo'ydim. Ondan keyin men qarasam, O7 Pro Max aning rengi mavi ingliz yozilibdi, 256 deydi. Ondan keyin men qaraydigan bo'lsak, mavi çömmasi, her bir telefonniki adamning kimligiga o'xshash, bu telefonning mo çömmasi bor. Endi ma ingliz servislar qilib, biz telefonning ko'rikisi yetmay turib, jiho o'qigan qilmaganligini tekshiraymiz. Buni qanday tekshiramizga vaqtda shu almeninki organ torbetiga kirib, bu yerdan mahadni basimiz, ya'ni jiho deganni bilib, pavshu fu degan chektikamiz. Bu yerdan chekkandan keyin mushu çömma numarını basımız. Signal no degeni o'sha boshqa tekshirilgan bir qator sanspirlar. Bu yerga kirgizib oldik. Kirgizib olgandan keyin tezroq qilsak, tekshirgandan keyin telefon hozir VGHO deydi. Buni qopning sirtqi qiyofasini tekshirsak, telefon VGHO qo'zg'atilmagan deb chiqdi. Bu telefonni ko'ribkin ochgandan keyin qanday tekshirish olib boramiz. Diqqatinglar yana mazmunda bo'lsin. Bovjonni sirtqi qiyofasini tekshirib oldik. Telefonni hozir ko'ribkisini yeyishimiz, yechgandan keyin telefonniki ichki ahvol tafsili so'zlaymiz. Endi ma telefonima enimiz setib olgan. Shu enimiz o'z qo'li bilan ochsin buni. Bana yangi telefon setib olgandek ekanjo, qanday oldi kafka? Qaysildi ekan, Bu ko'ribkin yechgandan keyin telefonniki amaliy ahvoli, buni hamda tepsili yon taraflarini bek diqqat qilib tekshirgandan keyin telefonniki yon taraflarida chekit, qo'aqing jijilgan, sizilgan iz bormi yo'qmi? Undan keyin apparatiningki ko'ziga qaraymiz. Apparatning hech qanday masala yo'q, hamda old taraf ekrani so'ygandan keyin ekranda siziqcha, jijaqchilik bormi yo'qmi? Hech qanday ahvol yo'q. Telefonniki sirtqi qiyofati yangi holatda. Ana telefonni kechik qildik. Telefonni jiho qilish qoldirmaymiz. Qo'zg'atgandan keyin miyani bosgandan keyin bir qator cho'mmal chiqdi. Bu cho'mmal bilan mush ko'ribkiniki cho'mmasini düylashtiramiz. Birdekmi, birdek emasmi? Agar birdek bo'lmay qolsa, ma ko'ribkini pilg'an ko'ribki chiqib qoladi. Jiho qilib oldik. Jiho qilib bo'lgandan keyin inchkilik bilan telefonniki ekranlarini tekshiramiz. Ekranlarda chekit iz bormi yo'qmi? Ondan keyin ekranlarni ma'lum applarni shunda jugatish orqali ekranning normal ishlamaydiganligini tekshiramiz. Bu yerni tekshirib bo'lgandan keyin operator kiramiz. Operati normalmi, normal emasmi? Hamma apparatni to'liq tekshiramiz buni. Apparatni masala yo'q. Old apparatni tekshiramiz. Bu yer o'tdi. Ondan keyin telefonningki ichiga kirib, ichidagi cho'mmali bilan bayqimish ko'rikning cho'mmalarini yana bir tutam düylütümüz, haqiqiy rasmo ya o'zgartganmi buni. Buni o'xshash chiqdi. Andan keyin Wi-Fi'lar urdik. Wi-Fi'lar normal, chiroylarni to'ntimiz, chiroylarni mushbaydi sinab. Haqiqiy ham yil sinaq o'tgandan keyin ishlasang bo'ldi. Agar mushtariyanda telefon tekshirib, masala bo'lib qolsa, darhol qaytarishni tavsiya qilaman. Agar mushunda telefonga ehtiyoj bor do'stlar bo'lib qolsa, uchur qilinglar.